Barchaga salom do'stlar. Biz bugungi videoda car parking 2 dan 0 dan ko'tarilamiz. Oldindan like bosib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam biz boshlaylik. Mana ko'rishingiz mumkin, garajimda yagona Mercedes-Benz W100 motor va 600 ming pulim bor. Balansda shuncha pul bilan Nissan Skyline R34 gacha harakat qilaman. Mana serverga kirishimizdan bitta brat assalomu alaykum deb yozib o'tiribdi. Biz ham o'zbekchilikdan qo'ymaylik turib va alaykum assalom deb yozib yubordik. Bu bratimizda Toyota Mark avtomobili bor ekan. Agar sotsa juda ham zo'r bo'lardi. Oh my god! Ko'rib turganlaringdek Toyota Mark avtomobilini 600 ga oldik. Endi buni kuchaytirib, ozgina tuning qilib, yana qimmatroqqa sotishga harakat qilamiz. Mana mashinani rangini o'zgartirib, diskasini almashtirdik va mashina juda ham ochildi. Endi buni sotishga harakat qilamiz. Dino Stentda mashinamiz o'rtacha 3000 tot kuchini ko'rsatyapti. Mashinani olib Yaponiya serveriga kiramiz. Mashina narxini 1 million 200 qilib qo'yamiz. Mashinani sotdik va 600 ming balansimizni 1 million 200 qildik. Va shundan so'ng o'zimda katta motivatsiya olib, yana bir omadimni sinayman deb turib Yaponiya serveriga kirdim. Va bu harakatim bejizga emas edi. Shunday qarasam 250 mingga Lexus ISF turgan ekan. Keyinchalik bu harakatim o'zim uchun minusga ishladi, lekin men buni oldindan bilmagan edim. Ozgina o'tmasdan turib buni oldin menga Mark 2 sotgan odam Toyota Supra'sini sotayotgan ekan. Men o'ylanib o'tirmasdan bu mashinani ham sotib oldim. Ha do'stlar, hali bu ovozni juda ham ko'p eshitamiz. Videoni ko'pga cho'zmasdan Supra'ni tuning qilishga o'tib ketdim. Supra'mizni ham tuning qilib oldik. Endi buni sotishga o'tamiz. Mashinani qo'yganimdan so'ng xaridorlar buni qimmat deb turib 1,5 millionga baholashdi. Men o'ylab o'tirmasdan bu mashinani 1,5 millionga sotib yubordim. Shunday qilib 680 mingni 1,5 millionga aylantirdik. Va xuddi shu serverga Lexus ISF'ni ham olib kirdim. Uni 225 mingga baholashdi. O'ylab o'tirmasdan ham sotib yubordim. Balansdagi 600 ming pulni 2 million qildik. Va endi bu pulga o'zimizga yoqtirgan mashinani xarid qilamiz. Server bozoriga borsam bir odam Nissan Skyline R34 ni 1 million 200 ga sotayotgan ekan. Men ko'p o'ylab o'tirmasdan bu mashinani olishga qaror qildim, chunki bundan-da arzonroq variant chiqmay qolishi mumkin edi. Bu xursandchiligim ko'pga cho'zilmadi, chunki mashinani motorda problemasi bor ekan. Men esa buni payqamasdan mashinani sotib olgan ekanman.
Mashinam bir problema bo'ladi deb o'ylab, shunday kirsam, narxidan o'zimning ko'zim oqib tushdi. Сколько? 36. Да ты что, охуел? Qimmat mashina ko'p pul talab qiladi desak ishonmas edim. Endi o'zim amin bo'ldim. Va mana do'stlar, biz uddaladik. 600 ming pulni 2 millionga aylantirib, o'zimiz orzu qilgan mashinaga erishdik. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan O'zbekiston Car Parking bo'ldi. Kanalimizda ko'rishguncha hammaga omad.